Cannavaro milliy jamoamizga bosh murabbiy etib tayinlangani qanchalik to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylaysiz? Cannavaroni tayinlangani to'g'ri qaror deb o'ylamayman. Undan tajribaliroq, kattaroq murabbiy olib kelish kerak edi. Lekin Kapadzeni qolishi ham to'g'ri deb o'ylamayman. Chunki Kapadzega chet elda keladigan murabbiyga beriladigan e'tibor berilmaydi baribir. U baribir kichikroq nazar bilan qaraladi unga, Kapadzega. Baxti ochilib ketar balkim. U trener sifatida men bir narsani qo'llayotganini ko'rmadim. Endi futbol federatsiyamizning baribir hammasi futbol ichidagi odamlar-ku. Ular to'g'riroq tanlov qilgandir. Lekin trener sifatida men uni hech narsasini ko'rmadim. O'qib ko'rdim internetdan hamma narsani. Bir narsani qo'llatmagan. U uchun biza O'zbekiston zo'r variant. Biza uchun u bilmadim. O'zim fikr aytadigan bo'lsam, Cannavaro futbol sifatida juda ham zo'r bo'lgan, lekin murabbiylik salohiyati hali u qadar yuqori emas. Deyarli hech qanday sovrin yutmagan, faqat Xitoy chempioni bo'lgan xolos. Xalqaro tajribasi yo'q. Shuning uchun meni fikrimcha, terma jamoamizga nomzodi biroz noo'rin bo'ldi deb hisoblayman. Undan ko'ra Kapadzega ishonch bildirganimiz yaxshi edi, meni shaxsiy fikrim. Endi bizga Fabio Cannavarodan Temur Kapadze qolgani yaxshi edi. Patriot O'zbekistonning faxri o'zimiz uchun. Endi jahon miqyosiga chiqish uchun Fabio Cannavaro tanlangan bo'lsa, endi rahbariyat tomonidan balkim to'g'ri qarordir. Futbolchilarimizni bunaqa o'sish uchun, jahon arenalariga chiqish uchun, katta yirik klublarda o'ynash uchun balkim to'g'ri tanlovdir. Lekin biz uchun baribir Temur Kapadze loyiqroq edi ko'proq. Bizning faxrimiz ko'p jihatlarda endi futbol borasida. Shunaqa deb o'ylayman. Menimcha Temur Kapadzeda o'zi qolgani ma'qul edi. Nima uchun? Komandani shu holatga olib kelishda ancha-muncha hissasi bor edi Temur akani. Cannavaroda ham yaxshi bo'lsa kerak buni. Menimcha Cannavaroning O'zbekistonga bosh murabbiy bo'lishi shu O'zbekiston futbolini butun dunyoga ancha tanitadi deb o'ylayman. Endi bilmadimki, endi o'yinlarni ko'ramiz. Baribir Kapadzeda bo'lgan ma'qulroq edi O'zbekiston o'g'lonida Temurlar keyin. Shunday deb o'ylaymiz. Endi o'yinlarni ko'ramiz-da, keyin baho berib ko'ramiz. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Jahon chempionatini olamiz xudo xolasa. Menga shu Cannavaro защитник bo'lgani uchun, наверное, bu sostavga более защитasi sal yaxshiroq bo'ladi. Vratarni ham, trenerlari ham yaxshi ekan, Italiyadan kelgan. В принципе, zo'r, yaxshi, защитный o'yin. А вот Temur Kapadze bu более командный o'yin, более атакующийroq asoslangan. Menga ikkalovi trener ham yoqaveradi. Bittasida atakasi yaxshi, komanda raboti bilan, ikkinchisida Fabio Cannavaroda более защитasi mahkamroq. Cannavaro endi jahon chempionatiga chiqishga bizga yordam bergani yo'q. Endi avvalasi yomonlash niyati yo'q endi uni. Mayli ishlariga omad, Kapadze lekin qolgani yaxshi edi men fikrimda. Temur akam o'zi qolgani bari yaxshi edi. Ham o'zimizning terma jamoani holatini yaxshi bilardi. Menimcha Cannavaroni kelgani ham yaxshi emasdi menimcha. Cannavaroni O'zbekiston terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlash to'g'ri qaror. Sababi Cannavaroni o'zi ham Italiya terma jamoasi bilan ancha juda ko'p jahon chempionatlariga qatnashgan, jahon chempionati muhitini biladi. O'zbekistonga jahon chempionatiga bilan jahon chempionatida yurgan murabbiy kelgani yaxshi bo'ldi. Meni fikrim bo'yicha Temur Kapadzeni o'zi qolishi kerak edi, chunki o'zimizdan chiqqan murabbiy. Bizga menimcha jahon miqyosidagi murabbiy kerak emas edi. O'zimizdan chiqqan murabbiy ancha Temur Kapadzeni o'zlari yaxshi edi.